Hurmatli insonlar, koinotni sirlaridan aytib beraman. Ana bu aylana soat vaqt deb belgilasak agar, bu bo'shliq qildoq va kindik sohasini o'rta nuqtasi hisoblanadi. Misol uchun, bu yer shariga ham tegishli daxldor aylana. Bundan tashqari bu soat bo'lgandan tashqari soat 1lik 100% haqiqat soat 1ga tushadi. Bu Alloh yagona degani. Bundan tashqari buni 13 часов deydi. Bu 13 dan 13 so'mdan hamma qo'rqadi. Ana endi bu inson hisoblanadi. Vibratsiya, pulsatsiya, yurak vibratsiyasi, pulsatsiyasi yer va osmon bilan uzluksiz bog'liq. Bu uchburchaklar paruslar hisoblanadi. Bu parus har bir inson kema tirikchiligi kabi taqdiri kema tirikchiligiday. Kichkina kema tirikchiligi har bir insonni yana katta kema tirikchiligini o'z ichiga oladi. Bu planetani o'zi ham katta kema tirikchiligi hisoblanadi. Bundan tashqari bu 1, 2, 3, 4, 5 vibratsiya, pulsatsiya erkakniki, 6 ayolniki deganim. Insondan keyin qo'shilishni, odam atomi va havoni tashkil qilish numerologiyasini formulasini ko'rsatib o'tadi. Ularning eng asosiysi Rahmon 10 oy 20 kun payg'ambarimizni taqdirga yozadigan kitob umr belgilari bo'ladi. Unda barcha yaxshiliklar yozib o'tiladi. Insonga beriladigan bor yaxshiliklar Allohning muhabbatidan. Undan tashqari Parvardigorimiz ruxsat berib qo'ygan, yaratgan egamni qo'lida 40 kun shaytonlarning 40 chilla dahasi bor. U 15 dekabrdan 25 yanvargacha tashkil qiladi. Shu 40 kun ichida shaytonlar bazmi yangi yilga to'g'ri keladi va uni nishonlaydi. Shu 40 kun ichida odamlarni taqdirga baxt, badbaxtlik, yovuzlik, kulfatlar, omadsizliklar, o'limlar, qiyomat va hokazo ko'p narsalar yoziladi va bitiladi. Bu kitob taqdir yozib bitiladigan joy insonni o'ng va chap kuragi hisoblanadi. O'ng va chap kuragga yoziladi va bu parus kema kabi odamning o'rtaliq umurtqasi tirikchilik kemasi hisoblanadi va ko'rgiligiga, peshonasiga bitilgan bo'ladi. Bu ko'rgilik peshonasiga bitilgan narsani ko'zi ko'radi deydi. Lekin bu yoqda qonuniga itoat qilsangiz, bu yoqni qonuniga to'g'ri itoat qilgan vaqtingizda yovuzliklar taqdir peshonangizga yozilmaydi va bitilmaydi yoki uni o'nglash va to'g'rilash mumkin. Bu o'zi katta mavzu va bu mavzuga hali qaytamiz. Podpiska bosishni unutmang, bizani kuzatishni davom eting.